Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hamınızlar xuş kelibsizlər. Mən riyasetçi İftixar Abdurşid. Hörmətli görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Kanada'nın baş ministri Justin Trudeau efendiminin 30 yanvar günü Kanada parlamentida Dünya Uğur Qurultayının reisi Dolqun Eysa başçılıqidagi qurultay heyetini qabul qilib ko'rishishi, chet ellardagi Uyg'urlarni alayda söyündirib qalmay Kanada matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Kanadaning Hill Times gazeti shu kuni bu munosabat bilan e'lon qilgan xabarida Dolqun Eysa efendim Kanadaning xalqarалық majburiyatlarini ado qilayotgan bir kuch bo'lish sifati bilan xalqarada boshiltilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish harakatiga boshlamchilik qilishni talab qildi deb ko'rsatildi. Mazkur xabarda yana 1948-yil imzolangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlatlar irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish va bu jinoyatni sodir qiluvchilarni jazolash jihatidagi majburiyatlarini ado qila olmaslik bilan ayblandi. Kanada parlamentining 30 yanvar tushdan burun chaqirilgan 44-navbatlik umumiy kengash yig'inida Kanada liberal parlament a'zosi Samir Zubayrining Kanadaga 10 ming Uyg'ur musofirni qabul qilish haqida sungan M62 nomerlik bu qaror loyihasi maxsus muzokaraga qo'yilgan. Mazkur muzokara yig'inga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Eysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultay qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xti, Qurultayning bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay heyeti muzokaraning oldi keyindi Kanadaning bosh ministri Justin Trudeau, Kanada tashqi ishlar ministri Melania Jolie xonim, Kanada ko'chmanlar ministri Sean Fraser va uning yordamchisi Maria France Loland, Maliya ministrining yordamchisi Rachel Bandayan qatorliq yuqori darajali hukumat amaldorlari bilan ayrim holda ko'rishib suhbatlashgan edi. Shu kuni tushdan keyin Dolqun Eysa boshchiligidagi qurultay heyeti Kanada tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, o'zlarining Kanada hukumatidan kutadigan ba'zi konkur talablarini o'ttirib qo'ygan. Analizchilar Kanada bosh ministri Justin Trudeauning parlament binosida qurultay vakillari bilan uchrashishi hukumatning 1 fevral ovoz qo'yilgan qaror loyihasiga qarta ijobiy pozitsiyasini ifodalaydigan kuchli signal deb qarmoqda. Parlamentning qishliq ta'tildan keyingi tunji kunlik yig'inida kun tartibga qo'yilgan bu loyihaga qarta parlament a'zolari bosh ministr Trudeauning hukumat kabinetini 10 ming Uyg'ur musofirga Kanadada o'rin tayyorlashga, qaror loyihasi 1 fevral ovoz qo'yilganda hukumat kabinetini qo'llab ovoz berishga chaqirdi. Bosh ministr Trudeauning hokimiyat beshidagi liberallar partiyasini o'z ichiga olgan parlamentdagi 5 partiyaning parlament a'zolarining mutlaq ko'p qismining qo'llashiga erishgan M62 nomerlik bu qaror loyihasi bugun, ya'ni 1 fevral kuni Kanada parlamentida rasmiy ovozga qo'yilib ma'qullikdan o'tkaziladi. Liberal parlament a'zosi Samir Zubayrining mazkur qaror loyihasi Kanada ko'chmanlar idorasining Xitoyning ziyonkashligidan qochib chiqib, 3-chi davlat panohlanayotgan xatar ostidagi Uyg'urlardan 10 ming kishini 2024-yildan boshlab 2 yil ichida Kanadaga yo'tkab kelishni o'z ichiga oladi. Bu munosabat bilan oldingi kuni parlament oldidan istansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqun Eysa va Mehmet To'xti apandilar parlament a'zosi Samir Zubayrining mazkur qaror loyihasining 2 oyning 1-kuni parlamentda mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullanishiga ishonganligini ifoda qilishdi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga Kanadaning poytaxti Ottawadan Kanada parlamentining oldidan salom. Bir qancha kundan buyon Kanada parlamentida ve hükümetlerde ettiriyotgan faaliyetlerimiz muvaffakiyetli şekilde devam kotudu. Uygur erki kırgınçılığından kaçkan 10 ming Uygur'unu Kanada'ya yerleştiriş kararının Kanada parlamentinin ötküzülüş gün tülögün Kanada parlamentinde tarihi bir gün oldu. Bu tarihi bir günge bir şahit olduk. Diye de iktidardaki partiye olsun, muhalefetteki partiyalar olsun bir tek aldı. Bu 10 ming Uygur'unu Kanada'ya yerleştiriş kararı meselesinde nihayeti güçlü bayanatlarını verdi, fikirlerini oturup koydu ve şundakla diyede Uygur faaliyetçilerinin, Kudiyağı Kurultayı vekillerinin bu meydanda boğanlıkla bizimi takdim kıldı. Bu 10 ming Uygur'unu Kanada'ya orunlaştırış programısı 2019 yılı 2020 yılından başlap gelip bir programma en ahırda bugün bu en ahırda bir basışka kendine parayalayımız. Ete 2. ayının 1. günüsü bu karar avaz koyuldu. Ümidimiz bu kararının ve hazırcı bizi kelgen tesirat bu kararının çok bir avaz bilen, yüksek bir avaz bilen
ötüdüğanlığına işençimiz kamil. Tünögün bu parlamentoda avaz veriş yığınının teyinde Kanada Baş Ministri Justin Trudeau efendim bilen, Taşkı İşler Ministri bilen, Katnaş Ministri bilen, İktisadi Ministri bilen ayrı şekilde bir görüşüş, Maliye Ministri bilen ayrı şekilde bir görüşüş, meselemizde oturup koyuş, bu onun Uygur'unu yerleştiriş meselesinde ulağı boğa rahmetlerimizi bildiriş, Katarlık bir Katar uçuşlarını yapmadık. Bu kadımki bu faaliyetlerinin neticesi de bu karar nait muafiyetlik bir çıkan takdirde diye ondan artık bir karındaşlarımız Kanada'yı orlaşsa bizim bu davayımız için çok bir el boğan buludu. Bu münasebetle bu faaliyetlerini yıllardan beri yapıp atkan bizim Dünya Kurti Kanun Komisyonumuz Mehmet Toktu, Uygur Hakları Programımızın müdürü Mehmet Toktu Efendi nait çok hizmet kıldı. Bunu rahmet ettiğimiz Kanada Şerif Türkistan Cemiyeti'nin hazır reisi Şevket İmam, sabık reisi bizim başkanımız Uygun Abdülveli Efendilerimi nurgulluğun bunun çıkışçı nurgun ecirlerini kıldı. Biz bir yerge Dünya Kurulu'nun bir heyet, Zümrüt Ay sınırımız, bizim icraî komisyonumuzun reisi Ömer Kanat Efendiler birkaç gündür bu faaliyetlerimizi devam katımız. Yani aldığımız günlerde bu faaliyetlerimiz devam kıldı. Bir yerde bulunkan hadisler topluluk sizlerge küçük bir malumat vereydi dedik. Köpçülük uzundan beri bu haberini saklayatıdı. Nait sabırsızlık bilen. Bizim müşahede uzundan beri işlevatımız. En ahırkı basmışlar kep kaldı. Reisimiz Dolton İsa degендek ete mutlak köpsallık bilen bu karar ötüdü. Anadın keyin hükümet bu kararını icra kılış vazifesini üstüge aldı. Yani biz bu karar ötkendeyken onu icra kılışını bu şu keynimizin binada, bu parlamentta başka bir kanca ministerlikler bilen sürüştürürüz. Kayrandaşlarımızga en yaxşı haber patlıkında keledi. Kudayım birisi. Kiler yıl mavaqtıda birinci aeroplanda kança Uygur kaçan keldi dep şunu deyişken bulumuz. Sanaqlıq gün çaqqan ötüdü. O kiler yıl bu vaqtlarımı patlıkında keldi. Şolaşka saklavatkan karindaşlardan yana biraz sabır tileymiz. İnşallah o günler uzak emas. 31 yanvardan 1 fevralgacha Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilgan 2023 yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengashi yig'inida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat eng muhim temalarning biri bo'ldi. 31 yanvar kuni atdiganda o'tkazilgan ichilish murosimiga Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi, shundaqla mazkur oliy kengashning raislarining biri bo'lgan Sam Brownback apandi va Tomlantus kishilik huquq va adolat fondining raisi ham mazkur oliy kengashning yana bir raisi Dr. Katrina Lantus Sivit xonim riyosatchilik qildi. Ular bu navbatlik oliy kengash uchun dunyoning har qaysi joylaridan kelgan diniy va siyosiy rahbarlar, tadqiqotchilar, kishilik huquq aktivlarini qarshi oldi. Amerika Davlatlik Diniy Erkinlik Komitetining raisi Nuri Turkel apandimi qatnashgan va muhim so'z qilgan bu qitimqi yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubayra Shamsiddin, Uyg'ur harakati tashkiloti raisi Roshan Abbas, Emgakchilar birlashmasi majburiy emgak turining moslashtirg'ich tadqiqotchisi Javhar Ilhom va Uyg'ur harakati tashkilotining program yetakchisi Arslan Hidoyat qatorliqlar qatnashib, guruhlar bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarda o'zlarining qarashlarini bayon qilishdi. Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetining raisi, Avam palata a'zosi Michael McCaul yig'inning ichilish murosimini qilgan so'zida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga ilib mundoq dedi. To'lim fojialik bo'lgani diniy erkinlik huquqi dunyoning har qaysi joylarida tixim ig'ir hujumga uchrayotdi. Xitoyda Xitoy Kompartiyasi diniy e'tiqod erkinligini qattiq dafsanda qilyotdi. Biz so'zlayotgan mush minutlarda ular Tibetlarning buddizmi va Dalay lamasiga buzg'unchilik qilmoqda. E'tiqodidan voz kechmay va hukumat belgilab bergan xristian cherkovlarga berishni rad qilayotgan xristian murtlarga ziyonkashlik qilmoqda. Ular yana Uyg'ur musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Men anglagan majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish, ming yuyish va hatto qotillik voqealari kishini cho'chitdi. Şoň men 2021 yıl Avam palatada ma'qullangan Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchilikni ayiblash haqidagi qarornomaga boshlamchilik qilganligimdan faxrlanaman. Makkaul apandi söz oxirida o'zining tashqi ishlar komiteti raisi bo'lish sifati bilan diniy erkinlikni Amerika tashqi siyosatining markaziy nuqtasi qilishni, dunyoning har qaysi joylaridagi diniy ziyonkashliklarni o'ttirg'i chiqarib, jinoyatchilarni jazolashga, ziyonkashlik uchirg'uvchilarni bo'lsa qo'g'dashga tirishadiganligini aytdi. Arqadan Amerika Avam palata a'zosi va Tomlantus kishilik huquq fondi raislaridan bo'lgan James McGovern so'z qildi. O sözde bir insanның dini e'tiqod erkinligiga hujum qilish voqealarining dunyoning har qaysi joylarida hukumatlar tarafidan sodir qilinayotganligini aytdi.
va buningga Xitoydagi Uyg'urlar va Tibetlar deb o'rnak ko'rsatdi. James McGovern so'zida diniy e'tiqod erkinligini kapolatga ega qilish uchun barliq dillarga barobar muomala qilish, ishni o'zidan boshlash lozimligini ta'kidladi. Yig'inning savol-javob qismida yuqorqi ikki avom palata a'zosi savollarga javob berdi. Bu qismda Xitoy hukumati va uning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa taqobil turishning ahamiyati ta'kidlandi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan 15 fevral BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi komiteti joylashgan Jenevadagi Palais Wilson saroyining oldida o'tkaziladigan birlashma namoyishning tayyorlik xizmatlari jiddiy ilib berilmoqda. Navbatda Qurultay markaziy ishxonasi bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari namoyishchilarni tizimlash, namoyishga zarur kerakli bo'lgan aslihalarni tayyorlash, namoyishchilarni Jenevaga ilib boradigan avtobuslarni kiralash qatorliq tayyorlik xizmatlarini jiddiy ilib bormoqda. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, kasallik va ba'zi jiddiy sabablar bilan namoyishga berish imkoniyati bo'lmagan ba'zi fidokor qarindoshlarimiz avtobus kirasi uchun iqtisodiy yordamda bo'lishga boshlagan. Dünya Uyghur Qurultayı bu munosabat bilan Qurultayning Yevropadagi rasmiy vakil va kandidat vakillariga yo'llagan ishki uqtirishida ulardan bu qitim Jenevada o'tkaziladigan namoyishda boshlamchilik rolini o'ynashni va hech qanday bahona sabab ko'rsatmay namoyishga qatnashishni, agar kasallik va boshqa jiddiy sabablar bilan qatnasha olmaydigan vakillarimizning hech bo'lmaganda o'zdirib turishlik davlatdagi bir nafar namoyishchining yo'l chiqimini o'z ustiga elishini talab qildi. Namoyish Jeneva vaqti tushdan burun 9:30 dan 13 ga qadar davom qiladi. Namoyish o'tkazilayotgan paytda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi komiteti Xitoy vakillari o'migidan fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlarining qo'g'dilish ahvoli haqida umumyuzlik hisob so'raydi va hisob so'rash jarayonida Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi asosli tema qilindi. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy taraf bu qitimqi hisob berish yig'iniga bir qism Uyg'ur, Tibet, Mong'ol qatorliq atalmish shohidlarni o'z ichiga olgan nihoyat zo'r vakillar o'migi bilan qatnashishga tayyorlanmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi komitetining 73. navbatlik yig'ini chaqirildigan 14 fevraldan 16 fevralgacha Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Jenevadagi BDT binosi oldida Şinjan soqchi hujjatlarida oshkorlangan ichinishli ko'rinishlar asos qilingan va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlari namoyon qilingan cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasi o'tkaziladi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining 15 fevral Jenevada birlashma namoyish o'tkazish haqidagi o'rtaq qarori va bu vaqtdagi chaqiriqi har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Namoyish qarori e'lon qilingan 24 yanvar kunidan buyon Yevropadagi tashkilot rahbarlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va qarindoshlarimiz bas-basda videoli qisqa chaqiriqlar e'lon qilib, o'zlarining namoyishga bo'lgan qo'llashini izhor qilib kelmoqda. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bo'libmi bilgiyadagi do'stlar. Xabaringlar bo'lgandek 2 oyning 15 kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida muhim bir namoyish bor ekan. Bu kuni Xitoy hukumati o'ziniki qilayotgan barliq jinoyatlarni oqlab Uyg'ur xalqini qoralagan bir kun. Shuning uchun bu tarixiy fursatni qo'ldan bermay, shu naq maydonga berib, Xitoy hukumatining asli mohiyatini, uning haqiqiy yuzini fosh qilayli, xalqimizning ovozi bo'layli. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 2 ayning 15 kuni Jenevada o'tkaziladigan BDTning Xitoydan hisob oladigan, so'roq so'raydigan, Xitoyning adabini beradigan kuni yetib keldi. Biz bu fursatni g'animat bilib, muhim ishlarimizni tashlab, Jenevada o'tkaziladigan keng ko'lamli cho'ng namoyishga qatnashaylik. Vatanimizda jazo lagerda, turmalarda ingiravatgan, eg'ir azob dard chekayotgan, Xitoyning to'pon tapini ostida jon olishayotgan, tan jazosi yeyotgan shu qarindoshlarimizni o'ylab qo'yaylik. Bu qatimqi shu namoyishga shu qarindoshlarning ovozi bo'lib, hadisi, oksi, dadisi, fuqisi bo'lib, bayrog'imizni ro'shan ko'tarib, shu namoyishga yuguraylik. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarning naslini qurishni asosi nishon qilgan majburiy tug'mas qildirish siyosati hozirmi ham jiddiy ijro qilinayotgan bir paytda Xitoyda nopus eng ko'p o'lka bo'lgan Sichuan o'lkasining planliq tug'utni sinoq tariqasida amaldan qoldirishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Washington Postasi gazeti 30 yanvar e'lon qilgan bu xabarda aytilishicha, o'tgan yili Xitoydagi tug'ilish nisbati tarixda eng tuvan nuqtaga tushgandan keyin joylarda nopus krizisi ko'rilishga boshlagan. Xitoyda nopus eng ko'p o'lka bo'lgan Sichuan o'lkasi yangidan siyosat chiqarib, to'y qilmayli birga yashayotganlarning qancha bolasi tug'ilsin, hammasini tizimlaydiganligini e'lon qilgan. Bu Xitoyda planliq tug'ut yo'li qo'yilgan 40 yildan buyongi tunji sinoq ekan.
Xabarda ko'rsatilishicha, Sichuan o'lkasining ilgirki siyosatida to'y qilganlarning ko'p bo'lganda 2 ballik bo'lishiga yo'l qo'yilgan. Bu yil 2 ayning 15-kundan boshlab yo'l qo'yilgan bu yangi siyosatda to'y qilmay birga turayotganlarning balları tizimga ilinsimi, ammo ularga nopus salohiyati berilmaydi ekan. Bu jihatda ular to'y qilgan er-ayol erishadigan huquqqa erisha olmaydi ekan. Xitoy hukumati 2016-yildan boshlab 2 ballik bo'lishga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, buning qilch unum bo'lmagan. 2021-yildagi tekshirishda Xitoy shaharlaridagi 44% ayol, 21% erning to'y qilishni xohlamaydiganligi ma'lum bo'lgan. Xitoy yoshlari bola beqish va tarbiyalash chiqimlaridan qo'rqgan. Xitoyda nopus krizisi ko'rilib 2016-yili 2 ballik bo'lishga yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan majburiy tug'mas qildirish siyosati qattiq ijro qilingani uchun Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbati 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida shiddat bilan ozayib ketgan edi. Tədqiqatçı Adrian Cens bunu Uyg'urlarga yurgizilgan qattiq majburlash tadbirlari ochiq aytganda nopus qirg'inchiligiga bog'lab tushundirgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.